Robiya, hamma bitta soch qotib ketibdi. Har doim shunaqa bo'ladi. Sizga soch keladimi, manga? Kelganda bilaman. Bugun yana bitta sложный ish qilamiz. Soch holati o'zini etib turibdi. Robiya, sizni soch qotili desa bo'ladimi? Ajalidan 15 kun oldin soch o'ldiribsiz. Nimalar qildingiz bu sochga endi? Ranglar kamardim. Azizcha kecha ochiluvdi sochim. Blonda bo'yadim. Keyin jigarrang garnirga bo'yab ko'rdim. O'zimcha zo'r chiqadi o'yladim. Uyda o'zingiz qildingiz? Uyda o'zim qilib ko'rdim. Chunki men yosh bolam bor, chiqa olmayman deb xohlagan paytim. Lekin zo'r chiqmadi. Da, ko'rib turibsiz o'zingiz. Pushaymonligingiz foizini belgilasa necha foiz? 200. Qaysi bu xatoni qilmaysiz degan umiddaman. Qachon tavsiya ham bermayman. Sochingizni demak hozir holatini to'g'irlaymiz. Aha. Kesamiz, chunki bu soch kesmasdan iloji yo'q. Instagramdagi ishlaringiz rosa yoqdi. O'shani ko'rib keldim. Yaxshi umiddaman. Ko'ramiz. Xohlasa. Robiya, soch qali? Juda ham Yoqdimi? rahmat. Juda yaxshi. Endi uyda o'zingiz qaytib bo'yamaysizmi? Yo'q. Sochingiz hozir holati sog'lom. Xudo xolasa aytganlarimni qilib, aqlli qiz bo'lib, uyda o'qit qilib, qilmaydiganlarimni qilmasangiz, inshaalloh sochingizni yana ham chiroyli ranglarga bo'ya olamiz. Har oyda siz uchlardan kestirib turasiz, chunki men bitta qiynalgan sochlardan hali yana bor. Xudo xolasa bir oydan keyin korreksiyaga kelasiz. Xo'p, rahmat. Rostdan ham juda ham yoqdi. 10 yaxshi ham ketman. Rahmat. Narxi ham unaqa qimmatmas ekan, uyda bo'yash kerak emas ekan, qiynab sochni. Naborot, uyda qimmatga tushdim hozir. Uyda bo'lsa. Rahmat, juda ham yoqdi. Xursandman. Juda ham chiroyli bo'ldingiz, o'zingizga yarasha yarashdi. Men ham xursand bo'ldim. Bir kuni yuragim gullaydi chinon, qo'llarim ikkimas bo'lar 10 million. Barcha raqiblarim qolur bezabon, g'ururim dilimdan to'kilmay tursang. Jon to'kilma jonim to'kilma, jon to'kilma jonim to'kilma, jon to'kilma jonim to'kilma, jon to'kilma jonim to'kilma, jon